Итак, здравствуйте, вы на канале Русский Плюс, и сегодня мы будем проходить цифры. Demak, bugun raqamlarni o'tamiz va bu videorolik tagiga kommentariy yozib, like bosib, kanalga obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin. Demak, boshladik. Umuman olganda raqamlar ustida qiyin mavzu emas, lekin baribir o'tganimiz yaxshiroq. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 hamda 10, 10. Bu birdan 10 gacha edi. Davom etamiz. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 hamda 20, 20. Demak, bu 11 dan 20 gacha edi. Mana endi 20 dan uyog'ini ko'rib chiqamiz. Так, 20 dan uyog'i men большие цифры deb atadim и 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 1000. Millionlarni qo'shmadim, milliardni qo'shmadim, chunki milliard, million bir xil bo'ladi. Так, endi qanday qilib hisoblasak bo'ladi? Считаем-da. 22, ya'ni 20 deb ishlatamiz, 20 va 2 ni qo'shib qo'yamiz. 22, 56, 56, ya'ni 50 va 6 ni qo'shyapmiz. 88, 88, 134, 100, 100, 30, 34, 4. 569, ya'ni 569. Так, 1589, 1589. Demak, azizlar, o'ylaymanki, bugungi dars sizlarga foydali bo'ldi va siz kanalga obuna bo'ldingiz. Tak, deb o'ylayman. Like qo'ydingiz, yoqqan bo'lsa, kommentariy yozingiz, nimadir yoqmagan bo'lsa va videoni birorta tanishingizga jo'natib qo'yingiz. Спасибо за внимание. Пока-пока.